Voy dadasi, mablag'ni ko'rdingizmi? Ana bir marta mana aytganimni qiling dadasi. Nima? Bir martagina? Ha dadasi, mana aytganimni qilib kam bo'ldingizmi? Amerikada ishladingiz, Isroilga borib ishladingiz. Sizni kutaverib gulday yoshligim o'tib ketdi. Menga qara, yig'lama. Aytasho, kim uchun yuribman, ha? Sen uchun yuribman-ku. Bolalarimiz uchun yuribman. Begonalar bilan yurganim yo'q. Sizlarni deb yuribman. Ana unaqa bo'lsa, Global Avenue'dan uy olib berasiz. Pullarni hammasini o'rtoqlaringizga, ulfatlaringizga, choyxonaga ishlatmang. Menga qara, Oytasho, bizning yoshlik davrimizda mana bu avenue yo'q edi. Ha. Ana endi paydo bo'ldi bu. Olib berasizmi? Bitta uy olib tursak, ikkita uy olib beraman senga. Voy rostdanmi? Xuddi shunday. Qarang, qanaqa chiroyli ko'rdingizmi? Bog'chasi bor, maktabi bor, parkovkasi bor, mana ziloniy zonalari bor, hamma narsasi bor. Do'konlari ham bor. Bilasizmi, do'konni yaxshi ko'raman. Urgut tog'lari ko'rinib turadi, bildingizmi? Mana shundoq oynalaridan havosi ham shunaqangi yaxshi. Esizdami? Ikkalamiz sevishib yurardik. Kim aytadi sizni Urgutda boy deb? Olib bering. Voy dadasi, birinchi olganligicha rosa yutuqlar bor ekan dadasi. Ha, ana agar o'sha yutuqni yutsak, uyni patkulich berar ekan, remont qilmas ekansiz. O'zlari qilib berar ekan. Damas qo'yilar ekan, Cobalt qo'yilar ekan. Hozir ana telefonlar chiqqan-ku, Pro Max 17, 16 mi? 6 tasini qo'yishar ekan. Yana xolodilnik qo'yar ekan, ana mashinalar qo'yar ekan, televizorlar qo'yar ekan, hammasi o'ynalar ekan, tushundingizmi? Demak, hamma xursand. Ha. Men xursand, sen xursand. Bolalarimiz xursand, nabiralarimiz ham xursand, qo'shnilarimiz ham xursand. Voy, ha qo'shnilar. Ha, o'sha damlarni eslayapmiz. Yuring dadajonisi. Men dushmanlarim ham ko'rsin. BBS Holding nurli kelajak sari.